Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz do'stlar, kanalimiz a'zolari. Xo'p, mishalkalarimiz narxi tushdi. Narxini oxirida aytamiz, ko'rsang tushuntirib beramiz. Xo'p, uruchkali mishalkamiz hajmli variant 3 million 800 ming so'mdan. Adnotkasi 50 ming. Bundan tashqari qurolli mishalkamiz bor mana. Hajmli variant, orqasiga uporlar polni berilgan. ko'rsang uchun. Xo'p. Baquvvat bo'lgan motorlarga qo'llari berilgan. Keyin tok montaji ham ko'rsang uchun, bu texnika безопасность polni xalaqit bermaydi, yonida kabel ishlatilaveradi. Xo'p, bu 360 gradusli mishalka. Radar mishalka. Radar mishalka. Pushka emasmidi bu? Pushka emasmidi? Pushka emas, radar bu. Mana rolli mishalka nimaga bunday desa, juda yengil bo'ladi ishlashi. Xohlagan gradusga qo'yib olaveradi. Hajmli variant, orqasiga uporlar berilgan. Adnotkasi 50 ming. Alumin rossiyskiy motor, bunga garantiyasi bor. Garantiyasi 1 oy garantiya beramiz. Mabodo kuyib qoladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa almashtirib beramiz. Uni ham nimasi bor? Nima deydi? Shartlari bor. Motorda aybi bo'lsa almashtirib beramiz. Bo'lmasam o'ratib beramiz. Xullas, bizning aybimiz bilan bo'lsa, motorda aybimiz bilan bo'lsa almashtirib beramiz. Xo'p. Bu yoqda siz aytganimdek arzon variantdagi betona mishalkamiz. Ko'rsangmiz. Ko'pchilik so'raydi, arzon rolli mishalka bormi deb. O'sha hisobiga olib kelib qo'ydik. O'zimiz bunaqa yasashga to'g'risi uyalamiz, shuning uchun tayyor olib kelib qo'ya qoldik. 3 million 800 ming so'm. Tushuntirib bering endi buni. Qanaqa sayti? Biz aytdik so'raganlarga. So'raganlar uchun olib kelib qo'ydik, to'g'rirog'i. Arzon variantdagi mishalka so'raganlar uchun. Xo'p, ko'rsangiz, tulkali, oddiy qurt qo'yilgan. Lislari polni 1.8 ikkilikdan bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Ichki qismlari, mana tank qismi ham 1.8 dan bo'ladi. Xo'p, mana. Hop, balon mabodo to'kilib ketadigan bo'lsa, kesib tashlab boshqatdan qo'yish kerak. Knopkasi. Bundan tashqari bizda Lego variantdagi koreyskiy palatkamiz bor. Xohlasa kolondan qilib ishlatadi, xohlasa sement qo'yishadi, beton qo'yishadi. Hozirdan bor mana. Tayyori bor. Tayyori bor mana. Yelliga palatkamiz, Lego variant. Ikki machaga ham tushaveradi, yon machaga ham tushaveradi. Bir-birining ustiga. Ko'ptasini bittasi kolonna bo'ladi. 1 metrligi ham, 1,5 metrligi ham, 2 metrligi ham kolonna bo'ladi. Aytgan razmerda xohlasa 50 kolonna qilib beramiz. Kimga shunaqa beton mishalka, apalkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir yangi variantdagi mishalkamiz tugab qolibdi. Uni ham yasab beramiz. Xo'p. O'ziga yarasha, narxiga yarasha menga bo'laveradi deganlar uchun bu ham bo'laveradi. Bu ham o'sha loy tayyorlab ishlatsa bo'laveradi. Bu yangi motor, alimadni o'tkali motor. Bunga lekin garantiya berilmaydi motorga. Aloqaga chiqarasizlar. Karetalar, aravalar, bir g'ildirayli hammasidan bor. Aloqaga chiqib rahmat, kanalga a'zo bo'ling. Bundan yaxshi videolarni ko'rishlar. Xo'p, rolli mishalkamizni aytmadik, uni narxi 4,5 million so'm. Garantiyali mishalka.